Chelagimizda shunaqa ko'p korxonalar va ishlab chiqarishlar borligini bilarmidingiz? Men o'zim ham endi bilyapman to'g'risi. Hozir ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam albatta sizlarga yoqishi mumkin. Videoni oxirigacha ko'ring, lokatsiyasini oxirida tushuntiraman. Qani, ketdik. Voh, go'zallikni ko'rsataman sizlarga. Mana bu jaluzi pardalarini qaranglar. Voh. Ya Ulug'bek, qayerga borsam sizmi? Albatta, Payariqning qayerida yangi joy ochilgan bo'lsa, meni ko'rishingiz mumkin. Biz yaqinda ochilganimizga qaramasdan har xil dizaynga ega jaluzi pardalarimizni ko'rishingiz mumkin. Xohlasangiz uyingizga yoki ofisga, banisa, bog'cha, restoran, kafe, xullas oynasi bor joyga qo'yishingiz mumkin. Agar jaluzi pardalar o'rnatadigan ustalarimiz bo'lsa, shu raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. Ustalar uchun alohida chegirmalarimiz ham mavjud. Aytgancha, bizda Samarqand bo'ylab yetkazib berish va o'rnatib berish xizmatlari ham mavjud. Xullas, lokatsiyasini tushuntiraman, qani ketdik. Do'stlar, lokatsiyasi Chelak Mita yo'li Yangi bozordan o'tgandan keyin kottejlarga kirmasdan shundoq o'ng tomonda. Xullas, endi sizga jaluzi kerak bo'ladigan bo'lsa, qayerga murojaat qilishni bildingiz. Ideal jaluzi 3 ta 7.